to'rtta kottejimiz bo'lgan, bittasi sotilgan chap tomonda. Endi siz uchun 3 ta kottej qoldi. Biri 7 sotiklik, biri 5 sotiklik va biri 5 sotiklik. Biri 7 sotik 3 xonali uyimiz 85 ming dollar. Biri 5 sotik 3 ta xonalimiz ichkarida bo'lganligi uchun 75 ming dollar. Yo'l yuzidagi uyimiz 80 ming dollar. Toshkent shahar Bektemir tumanida turibmiz. Qo'yli bozordan 2 kilometr uzoqlikda, Food Citydan 4 kilometr uzoqlikda. Mana bu kirib kelishimiz, mashina qo'yish uchun joyimiz bor. Endi navis qilsa chiroyli bo'ladi. Kichkina огородchamiz bor. Sifatli travertinlardan ishlatilgan, alikapon, tunikaponlardan ishlatilgan. Uyga kirish uchun zinamiz. Kirib kelishimizga uzungina koridorchamiz. O'ng qo'limizda kuxnya, zal, spalniy, sanuzel, yana bitta xona. Kuxnyadan boshlaymiz. Mana bu kuxnya, figurli patologlar, oyontek kafel, akvaplastik romlar, to'q konteyner, katyol, kafel. Endi kuxnya mebeldan qo'yish kerak. Tamam. Oyontegi tupli bo'lgan. Sifatli eshiklardan ishlatilgan. Bu yerda mehmonxonamiz. Chiroyli lustra, chiroyli aboy, chiroyli patolog. Hamma holada plastik oyna romlari ishlatilgan. Oyontegi tarket, tupli pol, hamma xona tupli pol bo'lgan. Bu yerda yotoqxona, orqaga chiqadigan hovlicha. Bu yerda sanuzel, mana tualet tak. Dushovoy, tualet, rakvinalari va xonamiz. Chiroyli lyustramiz. Bu yerda umumiy sanuzelimiz. Kafellangan, tualet ham nima dushovoylari bor. Patologlari chiroyligina, demaxot nimalari, bitishkalari bor. Bu yerda oxirgi xonamiz. Uyimiz 5 sotikka joylashgan bo'lib, 3 xonali, 80 ming dollar, ozgina kami bor. Joyda gaplashamiz. Egasining telefon nomerlarini yozib beraman. Telefon qilinglar va albatta ulgurib qolinglar. Bu yangi bitkazilgan 2025-yil уже tayyor yashash uchun topshirilgan uchastkamiz bo'ladi. Siz agar Yashnobod, Mirobod, Sergeli, Bektemirda sotilayotgan joyingiz bo'lsa, biz uni sizga tekinga reklama qilib beramiz. Sizlar bilan Makler Akmal. Aytgancha, menda tayyor klientlarim bor. Agar siz uy sotmoqchimisiz, uy olmoqchisiz yoki siz uy olmoqchisiz, lekin men ko'rsatgan uylar sizga to'g'ri kelmayapti. Siz nima qilasiz? Men bilan bog'lanasiz, telefon qilasiz, maslahatlashamiz. Men hech kimga ko'rsatmagan uyimni aynan siz uchun ko'rsatishim mumkin. Sizni xohish istagingizga qarab uy qarab bera olaman, uy topib bera olaman. Menga kerak bo'ldi 10 sotik Food City atrofidan katta mashina kirib chiqish uchun, sklad sifatida foydalanish uchun, yo'l yuzidan yoki yo'lga yaqinroq joydan yer kerak. Agar sizda xuddi shunaqa uyingiz bo'ladigan bo'lsa, menga telefon qiling, menda tayyor klientim bor. Ko'ramiz, yoqib qolsa baraka qilamiz. Sizlar bilan Makler Akmal, telefon nomerini yozaman, telefon qilinglar. Profili bundan boshqa uylarim bor.